Yangi Ushbachalik haqida qissa nomli televiziya teatridagi bu yerdagi artistlarning rolga chiqish bahsi. Xirindong Lyubuning rolchisi, jahondagi birinchi palvon Lyubuninki bu rolga chiqish bahsi Sanbayvan deydi. 3 million kema shu Lyubuning obrazi. Yidahong Smayining rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 6 million Liu Beiwen. Louis Zhuguliangning rolchisi buning rolga chiqish bahsi Yi Chen Wu Beiwen deydi. 15 million. Maniki en qimmatga Zhuguliangning rolga chiqish bahsi. Yuan Zhaoyunning rolchisi, buning yeni bir ism bor, bir g'alitarak bir ism bor Zhaoyunning rolchisining. Unutib qolibdim hozir. Bildiganlar pingonchi qoldiringlar. Buning rolga chiqish bahsi bashi bavan deydi. 880 ming ko'yga. Zhaoyunning rolchisining. Yu Hewei Liu Beining rolchisi. Hamda buning rolga chiqish bahsi 8 millionga. Xo'chin Lusuning rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 950 ming ko'yiladi. Kankay Zhang Feining rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 760 ming ko'y. Chenghao Diaochenning rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 450 ming ko'y. Shuangguang Yuan Shaoning rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 1 million 100 ming. Yibei Yishuan deydi. Yurungguang Guanyuning rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 4 million 500 ming deydi. Silbay Wushuan deydi. Men taqmash Yurungguangning bahasini eng qimmatmiki deb o'ylasam, undaqa emasga. Shayi Sunsoning rolchisi, buning rolga chiqish bahsi 1 million 600 ming. Sunsoning rolchisining qimmat deyishga bo'ldi. Chunki buning chiqadigan roli sal ozlik vaqti, shunami? Yubing Saopining rolchisi, buning rolga chiqish bahsi Yibei Arshuan deydi. 1 million 250 ming. Chen Jianbing Saoning rolchisi, nurg'unlar pek yaxtursanqo. Buning rolga chiqish bahsi Zhu Beiwen deydi. 9 million kema. Huawei'da Zhou rolchisi, buning rolga chiqish bahsi Zhu Shuan 900 ming ko'yga. Endi bu yerdagi yangi ushbachalik haqida qissa qaranglar. 2010-yili rasmiy tarqatilgan. 2008-yili 9-oyda suratga olishni boshlab, 2009-yili 7-oyda rasmiy oxirlashtirgan. 2010-yili 5-oyning 2-kuni Anhui televiziyasi, Jiangsu televiziyasi, Chongqing televiziyasi, Tianjin televiziyasi qatorliq 4 chong televiziyada biraqli qo'yilgan. Endi shu yuqorqi ba hisobda 15 yil burunqi bağıldı mı artistlarning chu. Endi ba'zilarining qimmat tuvan bo'lib qilishda bularning aslidagi chiqargan nomi qanchalik ta'sir doirasi va kinochilik doirasida yana birisi mush filmda rolga elish chiqqan rolning muhimligi va uzun qisqaligi munosabatlik. Masalan, Smayimo Chbi jingdan keyin chiqdi. Endi Zhuguliang xil dastlab chiqdi, oxirgacha bor. Uning keyinda Liu Beimi qarsak nurg'un artistlarningki chiqish vaqti, o'tirib chiqish vaqti va o'lib ketgan vaqti degandek ma orliq bo'lganligi uchun ko'rinishlarning jiq ozligi qarabmi bu baho bekitilgan bo'lishi mumkin. Onda asamash 4 klassga asar qiziqgan do'stlarga yeni bir xush xabar. Qodi kitob Kotang, Qodi kitob darsxonam rasmiy qurildi. Bir oyda yaqi shu ishlarga aldirashib zo'pillarning vaqtida chiqirib bulanmay, aldirashib ketgan hammishni o'zimga qo'zg'ashqa bu to'g'risida nurg'un qiyinchiliklarga uchirdim. Nəhayət dəstə bugun ham sizlar bilan yuz ko'rishgidek holatga akeldim. Unidarga pingincha Qodi kitob bir keyinga sanch birini yozib qilsanglar, musharki salon chiqdi. Shuni go'nji qilib, men o'tirsa qarasang Kotang degan bir xat bor, shuni bossanglar, mushar Qodi kitob darsxonasi chiqdi. Endi bu darsxonda burunqi ko'n mazmunlar bor. Men yangidan chiqargan mazmunlarmi bor. Masalan, Tangsang haqida, Zhuguliang haqida, Smay haqida, aning keyinda sizlar bakara kamroq Sunzining harbiy ishlar dasturi burun bir chiqargan shunami? Yangidan qatqinim bo'lsak, Guyguzi, Guyguzninkini bir Uyg'urcha yashmi qilib, bu kitobning asos mazmunini bir qatim chiqardim. Buningdan boshqa yaxshi bir qancha kitoblarning kitob yashmilari bor. Yoqtirgan do'stlar, sizda mash darsxonamga kirib bir a'zo bo'lsanglar, buningdan keyin yana davomli yangi texim qaltis mazmunlar davomli yangilandi. Endi boshlanishi, endi darsxonaning jadvalini tuzdik hisobda. Bundan keyin haftada, oyda yangi sizlar eng yoqtiradigan o'ylab boqmagan yangi mazmunlarni davomli yo'llab berma. Qo'llagan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat.